Osongina gaz yoqmasdan, o'zingizni issiq kunda urintirmasdan tomat qilish usuli bilan bo'lishib o'taman. Yana yetmaganiga bozorga tushib yurishingizda hojat yo'q. Prosta xaladiningizda ortib qolgan masaluladan ozgina qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Birinchi bo'lib xaladiningizda turgan pomidor bilan balg'arlarni yaxshilab ko'pirtirib antibox gellarida yuvib olamiz. Voy, umuman xavotir olmanglar, antibox gellardan bemalol sabzavot va xil mevalarga foydalansa bo'ladi. Qaytgancha yana bitta ma'lumot qo'shib o'tib keta qolay. Antiboxni idish-tovoq yuvadigan gellarni bemalol muzdek suvda ishlatsanglar ham bo'ladi. Yog'li idish-tovoqlarni ham ideal darajada yuvib beradi. Tomatimizga keladigan bo'lsak, pomidor bilan balg'arni yaxshilab chopperdan yoki misarovkadan mayda qilib o'tkazib olamiz. Ikkalasini bitta idishga solib qorishtiramiz va ustidan chesnoklarni mayda qilib to'g'rab sovoramiz. Chopperdan o'tkazmanglar. To'g'ralganda mazasi yana ham ko'proq chiqadi. Balg'ari, pomidor, chesnokni yaxshilab aralashtiramiz va ustidan quyiltirilgan tomatdan 2 qoshiq sovoramiz. O'shanda rangi yana ham chiroyli chiqadi. Ana endi qish paytida hamma narsa otdi kallasi bo'lib, sizni tanimay turgan bir paytda siz ovqatingizni jag'illatib qovurib, shu tomatlaringizdan bittasini sovorsangiz, sveji mazali kelib turadi. Endi andaraziy idishlarga tayyor massamizni sovolamiz, keyin maradelkaga jo'natamiz. Agar siz joyingiz bemalol bo'ladigan bo'lsa, idishlarda turursin, bo'lmasa paketga joylab qo'ying. Faqat yaxlagandan keyin. Bilaman, nuqul o'sinimga o'xshab mehmondorchilik bo'lganda pomidor qoqisini bozordan sotib olish esingizdan chiqadi. Hozir quyosh ham teppa-tekin, hovlini o'zi ham yondiryapti. Pomidorlarni mayda-mayda qilib to'g'ring, quyoshga qo'yib qo'ying. Bemalol mehmon kutaman siz qaynatma sho'rva yoki moxorlarga ikkita pomidor qoqisini tashlab yuborsangiz, ranglari chiroyli ovqatda tayyor bo'ladi. Antibox poрошок va gellarini bo'lsa, Antibox profilidan zakaz qilsangiz bo'ladi.